Oke, mana shunaqa zamonaviy garelkalar bilan ishlaydigan qozonlar haqida eshitganmisizlar? Hozir tushuntirib beraman. Okalar, Aquabil kompaniyasi tomonidan taqdim qilinayotgan Ferroli brendi ostida ishlab chiqariladigan 107 kilovatli isitish qozonini sizlarga hozir qisqagina obzor qilib beraman. Bu isitish qozoni 1000 kvadrat metrni isitib beradi. Har qanaqa binolarga, katta-katta korxonalarga bemalol o'rnatsanglar bo'ladi. Italiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bu isitish qozonlarida o'zini maxsus garelkalari bilan ishlab chiqariladi. SIP Unicas garelkasini o'rnatamiz. Kombinirованный garelkalarimiz ham bor. Ham dizelda ishlaydi, ham gazda ishlab beradi. Bu isitish qozonimizning o'zini maxsus paneli bor. Bu paneli orqali biz demak garelkani boshqarishimiz mumkin. Temperaturasini boshqarib turadi. Undan tashqari xavfsizlik termodatchigi ham bor. Agar belgilangan temperaturadan oshib ketadigan bo'lsa issiqlik avtomatik tarzda xavfsizlik yuzasidan o'chirib qo'yadi. Isitish qozonimizning ichi qo'shimcha izolyatsiya bilan qoplangan. Sababi issiqlik energiyasini saqlab turish maqsadida. Undan tashqari eshiklarini ko'rib turganingizdek, ikki tomonga bemalol ochiladi. O'ngga ham, chapga ham ochsa bo'ladi. Ya'ni siz o'rnatgan joyda muammo bo'ladigan bo'lsa, bu hech qanaqa sizga muammo tug'dirmaydi. Bu isitish qozonimizning ichida maxsus turbalizatorlari bor. Turbalizatorlari bu isitish qozonni samarali ishlashini ta'minlab beradi. 92% foydali ish koeffitsiyenti bilan ishlaydigan bu qozonlarimiz sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Aquabil kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin.